Assalomu alaykum. Qadrli vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, ayni daqiqalarda tinglab borayotganingiz tabriklar vaqti loyihasi va studiya mikrofonlari qarshisida sevimli boshlovchingiz Guli qiz. Ayni damda esa qo'limda bir olam maktub xatlari bor. Mana shu maktub xatlari bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan o'z egalariga yetkazish maqsadida navbat kutib turibdi. Mana shu maktub xatlarini yetkazish maqsadida G'oziyevalar oilasiga yuzlanamiz va G'oziyevalar oilasidagi ayol va qizlarni loyihamiz ijodkorlari nomidan va bir yaqin insonlari nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz va tabrik davomida kimdan ekanligini aytib o'tamiz. Nomi: meni buvijonim, meni yoshligimdan katta qilgan yagona insonim. Akalarimdan kaltak yesam ham meni doimo himoya qilgan mehribonim, ozoda buvijonim. Sizni bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Tursunoyxon xolajonim, eng katta xolamiz. Doimo tozalikka rioya qilmasak urushadi. Lekin mehribon, oqko'ngil, ko'ngillari doimo toza inson. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Nigora xolamiz, o'rtanchasi, juda ham g'amxo'r, hammamizga doim pozitiv insonlar. Umrlari ilohim ziyoda bo'lsin. Sayyora, bu mening onam. Raddomda men bilan juda ham qiynalgan. Keyin azon chaqirilganda o'zimni ismim bilan tug'ilganman. Akbar, lekin dilimdagi murodimga yetishdim deb Dilmurod deb ism qo'yganlar. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Doimo baxtimga sog' bo'ling. Bahorni ilk kuni sizni go'zal kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Dilfuza kelinoyi, eng kattalari Hilola kelinoyi, o'rtanchalari, Mushtariy kelinoyim esa kenjatoylari. Sizlarni bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yulduz kelinoyimiz birinchisi, Yulduz kelinimiz ikkinchisi, Marziya kelinimiz uchinchisi. Sizlarni ham bugungi go'zal bahor ayyomi bilan, bugungi bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Zuhra singlim, Sitora singlim, Malika singlim, Shahnoza singlim, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman va hech kimga alishmayman. Sizlar meni baxtim, quvonchim, borlig'im, hayotimni eng katta mazmuni sizlar. Sizlarni ham bugungi ayyomlar bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sabina jiyanim, Muslima jiyanim, Xadicha Bonu jiyanim, Mubinaxon jiyanim. Sizlarni bugungi bahor ayyomi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Dilobar opamiz, sizni ham tabriklaymiz. Fatima xonim, mehribonim, turmush o'rtog'im, har kuni duolar qilib, qizim Soliha bilan meni musofirdan kelishimni intizorlik bilan kutib turadigan mehribonlarim. Boringlarga shukr. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Fatima, Soliham, sizlarni juda ham sog'indim. Doimo baxtimga sog'-omon bo'linglar. O'zinglarni men uchun ehtiyot qilinglar. Musofirda sizlar uchun urib turadigan yurak borligini hech qachon unutmanglar va barcha oila a'zolarimizni
G'oziyevalar oilasini chin qalbimdan muborakbod etaman. Musofirdagi yaqinlaringiz Dilmurod nomidan deya mana shu yerda go'zal bir tashakkurnoma samimiy xatlari yakunlanibdi. Barcha oila a'zolaringizni nomidan sizga ayol qizlarni nomidan chin qalbimdan tashakkurnomamni yetkazmoqchiman. Menimcha, eshitib tinglab turgan oila a'zolaringiz ham ushbu tashakkurnomaga qo'shilishadi degan umiddaman. Barcha musofirlar qatorida Allohim asrab avaylab, yaqinlar bag'riga sog'-salomatlik bilan kevolishlik baxti nasib ro'z aylasin va mana shu G'oziyevalar oilasini barcha ayol va qizlarini yana bir bor loyihamiz ijodkorlari nomidan va hamda o'zim nomimdan, ya'ni Guli qizni nomidan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mana shunday bahor bayramida ochilib, go'zallashib yurishlarini tilakdoshiman. Doimo bahor gullaridek ochilib yurishingizni tilakdoshiman va ushbu tarona eng yaqin insoniylar Dilmurod akani nomidan sizlar uchun yangraydi. Sog' bo'linglar, o'zinglarni doimo ehtiyot qilinglar. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan. Ayoldir u, ayol aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz ham ulug'siz ham aziz. Ayol aziz muqaddas ayol, ayol aziz muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam qizim, jonim opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz muqaddas ayol. Abdulla aka Qurbonov qarsili bo'lsin. Mingta tashvish o'yi bor, yuragini kuydirgan. Shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan. Axir u xokisor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Ayol aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz ham ulug'siz ham aziz. Ayol aziz muqaddas ayol, ayol aziz muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam qizim, jonim opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz muqaddas ayol. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u,